hayotda tanish bilish qanchalik muhim? Tanish bilish hayotda juda muhim. Men o'zim misolimda qarasak, o'zim ham tanish bilishim juda ko'p. Hamma bilan tez chiqishib ketaman. U yoshi katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, tez chiqishaman, tez til topishib ketaman o'zim ham. Qayerga nimadir ishim bo'lsa ham birinchi qarayman. Kim bor edi, kim tanishim bor edi. Kimdir albatta chiqadi. Har bir joyda kimdir yoki tanishim akasi bo'ladi, tanishim ukasi bo'ladi, yo o'rtog'i bo'ladi. O'zim ham shunaqaman. Kimdir yordam so'rasa, maksimal yordam berishga harakat qilaman. O'rtoqlarim nimadir so'rasa, o'zimda yo'q bo'lsa, masalan, yo'q bilmayman demayman. O'zimda bo'lmasa, kim bor edi, kimda bor edi, tanishim bormidi deb maksimal yordam berishga harakat qilaman. O'zim ham nimadir ishim bo'lib qolsa, albatta tanish bilish topiladi. Tanish bilish orqali tez ish hal bo'ladi. Tushunishingiz uchun tanish bilish ko'pligidan o'zim misolimda, masalan, uyda kam ovqatlanaman. Har kun qanaqadir tadbir bo'lib qoladi, tug'ilgan kun yoki uchrashuv bo'ladi, ish bo'yicha yo o'rtoqlar bilan. Asosan ko'chada ovqatlanaman, ko'chada uchrashuvlar ko'p bo'lib qoladi.